Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 12 iyuldan pensionerlar uchun yangi tartib, yangi imkoniyat va ayrimlar uchun kutilmagan syurpriz boshlanadi. Bu ma'lumot hamma pensionerlarga tegishli. Chunki gap faqat pensiya miqdori haqida emas, balki pensiya pulini vaqtida olish, qayta hisob-kitob qilish, qo'shimcha to'lovlarni yo'qotib qo'ymaslik va hujjatdagi xatolar sababli pul kechikib qolmasligi haqida ketadi. Men sizdan iltimos qilaman. Hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni oilangizdagi pensionerlar, qo'shnilar, mahalladagi keksalar bilan ulashing. Chunki ko'pchilik aynan shunday yangiliklardan kech xabar topadi. Keyin esa nega menga aytilmadi, nega pulim kamaydi, nega qo'shimcha to'lov chiqmayapti deb ovora bo'lib yuradi. Avval pensiya tizimida ko'p masalalar pensionerning o'zi borib so'rashi, ariza yozishi, hujjat olib kelishi yoki biror xatoni o'zi aniqlashi orqali hal bo'lardi. Masalan, odam pensiyaga chiqqan, lekin ish stajining bir qismi hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Yoki pensionerning pasport ma'lumoti yangilangan, lekin pensiya bazasida eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Yoki bank kartasi muddati tugagan, lekin pensioner buni bilmagan. Natijada pul tushishi kechikkan. Yoki nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, urush qatnashchisi oilasi, yolg'iz keksalik, parvarishga muhtojlik kabi holatlar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin hujjat to'liq emasligi uchun odam bu pulni olmagan. 12 yildan keyin asosiy o'zgarish shundaki, pensiya to'lovlari va pensiya ma'lumotlari bo'yicha tekshiruv, yangilash va qayta hisob-kitob jarayonlari yanada faol ko'rib chiqiladi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Endi pensionerning ma'lumotlari bir joyda turib qolmasligi kerak. Tizimda kimning hujjati eskirgan, kimning bank kartasida muammo bor, kimda pensiyani qayta hisoblash uchun asos paydo bo'lgan, kim ariza berish kerak. Kim esa shunchaki kutib tursa bo'ladi. Mana shular alohida e'tiborga olinadi. Eng muhim joyi bu hammaning pensiyasi bir kunda oshadi degani emas. Ko'pchilik 2 iyuldan hamma pensionerlarga qo'shimcha pul berilarkan deb eshitib, darrov katta summa kutadi. Men ekspert sifatida aniq aytaman. Bunday xabarlarni tekshirmasdan ishonmang. Yangilikning mohiyati shundaki, ayrim pensionerlar haqiqatdan ham qo'shimcha pul, qayta hisob-kitob, kechiktirilgan to'lov yoki to'g'rilangan pensiya olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma uchun avtomatik va bir xil summa degani emas. Oldin pensioner ko'pincha o'z huquqini bilmasa, puldan ham bexabar qolardi. Masalan, ayol kishi 30 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlar noto'g'ri bo'lgani uchun pensiya kamroq hisoblangan. U buni bilmay 5 yil davomida kam pensiya olib yurgan. Keyin farzand hujjatlarini tekshirtirganda bir necha yil staj hisobga kirmagani ma'lum bo'lgan. Shundan keyin qayta hisoblash so'raladi. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Yoki boshqa holat, pensioner bank kartasi orqali pensiya oladi. Kartaning muddati tugagan, pensioner esa bankka borishni unutgan. Pensiya jamg'armasi pulni o'tkazishga tayyor. Lekin bank karta faol bo'lmagani uchun pul tushmaydi. Pensioner davlat pul bermayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo karta yoki hisob raqamida bo'ladi. Endi bunday holatlarda pensionerlar oldindan ogohlantirilishi, ma'lumotlar yangilanishi va tushuntirish ishlari kuchayishi kerak. Yana bir misol, ayrim pensionerlar boshqa hududga ko'chib ketadi. Lekin doimiy yashash manzili, vaqtincha ro'yxat yoki telefon raqami bazada yangilanmaydi. Keyin pensiya bilan bog'liq xabar kelmaydi. Masalan, tekshiruv uchun ma'lumot kerak bo'ladi, lekin pensionerga yetib bormaydi. Natijada to'lov kechikishi mumkin. 12 yildan keyin aynan mana shunday ma'lumotlarni tartibga keltirish pensionerning o'zi uchun juda muhim bo'ladi. Birinchi navbatda har bir pensioner o'z pensiyasi qaysi asosda tayinlanganini bilishi kerak. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, harbiy yoki maxsus toifadagi pensiyami? Bularning hisoblash tartibi bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun qo'shnining pensiyasi oshsa, sizniki ham albatta oshadi deb o'ylash noto'g'ri. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin staji, ish haqi, imtiyozi, qo'shimcha to'lovi, hududi, hujjatlari va pensiya turi boshqa bo'ladi. Masalan, birinchi pensioner 25 yil rasmiy ishlagan, ish haqi o'rtacha bo'lgan. Ikkinchi pensioner 38 yil ishlagan, lekin ayrim yillarda ish haqi juda past bo'lgan. Uchinchi pensioner esa rasmiy ishlamagan yillari ko'p.
Lekin farzand parvarishi, harbiy xizmatdagi turmush o'rtog'i, nogiron farzand parvarishi kabi hujjatlari bor. Ularning pensiyasi bir xil chiqmaydi. Shuning uchun 12 iyuldan keyingi syurpriz kimdadir qayta hisoblash bo'lishi, kimdadir hujjatni to'g'rilash bo'lishi, kimdadir bank muammosini hal qilish bo'lishi mumkin. Ikkinchi muhim masala ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bunday odamlar men ishlayapman, demak pensiyam qayta ko'rib chiqiladimi deb so'raydi. Ha, ayrim holatlarda qo'shimcha ish staji va badallar ma'lum tartibda pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu avtomatik har oy oshadi degani emas. Buning uchun ma'lumotlar to'g'ri tushgan bo'lishi, ish beruvchi rasmiy badallarni o'z vaqtida topshirgan bo'lishi, pensionerning shaxsiy hisobida uzilish bo'lmasligi kerak. Masalan, 6-7 yoshli aka pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil qorovul bo'lib ishladi. Agar u rasmiy ishlagan bo'lsa, ish beruvchi uni qonuniy rasmiylashtirgan bo'lsa, badallar o'tgan bo'lsa, kelajakda qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin u og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsa, pulni qo'lga olgan bo'lsa, hech qanday rasmiy hujjat bo'lmasa, bu ish pensiyaga ta'sir qilmaydi. Mana shu yerda ko'pchilik adashadi. Uchinchi masala nogironligi bo'lgan pensionerlar va parvarishga muhtoj keksalar. Bu toifadagi insonlar uchun ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin asosiy shart tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari nogironlik guruhi, amal qilish muddati, parvarish zarurati to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, lekin qayta ko'rikdan o'tilmagan bo'lsa, to'lovlarda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun 12 iyuldan boshlab bunday pensionerlar hujjatlarini 2 marta tekshirish kerak. Men birinchi navbatda quyidagi pensionerlarga e'tiborli bo'lishni tavsiya qilaman. Pasport yoki ayda karta almashtirganlar, familiyasi o'zgarganlar, boshqa viloyat yoki tumanga ko'chganlar, bank kartasi muddati tugayotganlar, telefon raqamini almashtirganlar, nogironlik hujjati muddati yaqinlashganlar, pensiyasi odatdagidan kechikib tushganlar, oldin rasmiy ishlagan yillari pensiyada hisobga olinmagan deb gumon qilayotganlar. Masalan, opa 2023 yilda ID karta olgan, lekin pensiya bo'limiga borib yangi hujjat raqamini yangilamagan. Aksariyat hollarda bazalar o'zaro bog'langan bo'lishi mumkin, lekin har doim ham xatolik bo'lmaydi deb kafolat berib bo'lmaydi. Agar familiya, tug'ilgan sana, pasport seriyasi yoki JSHH shir raqamida xato bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun pensionerning farzandlari ham ota-onasining hujjatlarini ko'zdan kechirishi kerak. Yana bir misol. 7-2 yoshli ota bank kartasiga pensiya oladi. Har oy 12 sanada pul tushardi. Bu safar 15 sana bo'ldi, pul yo'q. Ota pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb xavotir qiladi. Aslida bank kartasi muddati tugagan yoki karta bloklangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda darrov vahima qilish kerak emas. Avval bankdan hisob raqamini tekshirish, keyin pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangi bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, doimiy yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki qo'shimcha to'lov hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki pensiya masalasida eng katta xato hammasi joyida bo'lsa kerak deb yillar davomida e'tibor bermaslik. Men ko'p marta shunday holatni ko'rganman. Odam 6-7 yil kamroq pensiya olib yurgan. Chunki mehnat daftarchasidagi bir korxona nomi noto'g'ri yozilgan yoki arxiv ma'lumoti olinmagan. Keyin hujjat topiladi, lekin vaqt o'tgan bo'ladi. Shuning uchun har bir pensioner hech bo'lmasa bir marta o'z pensiya ishini tekshirtirib ko'rsa, foydadan xoli bo'lmaydi. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Hamma qo'shimcha to'lov ham avtomatik berilmaydi. Ba'zi to'lovlar uchun albatta ariza kerak bo'ladi. Masalan, ma'lum bir imtiyozli maqom, parvarish zarurati, boquvchisini yo'qotganlik holati, ish stajini tiklash, arxiv hujjatini qo'shish kabi masalalarda pensioner yoki uning vakili murojaat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, arxiv hujjatlari. Ko'pchilik men falon zavodda ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisoblashda hamma biladi degan gap yetmaydi. Hujjat kerak. Mehnat daftarchasi, ishga kirish va ishdan bo'shash buyrug'i, ish haqi ma'lumotnomasi, arxidan tasdiq, harbiy xizmat hujjati, farzand tug'ilganlik guvohnomalari, bularning har biri muhim bo'lishi mumkin.
Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilinadi. Agar arxivda ma'lumot topilmasa, ba'zi holatlarda sud orqali faktni tasdiqlash masalasi ham ko'riladi. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, kasal bo'lsa yoki uzoqda yashasa, farzandi uning nomidan hamma ishni qila olmaydi. Buning uchun qonuniy vakillik yoki notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ko'pchilik men o'g'liman, demak hamma hujjatni olaman deb o'ylaydi. Amalda esa shaxsiy ma'lumotlar himoyalangan. Shuning uchun vakil bo'lib boradigan odam oldindan qanday hujjat kerakligini so'rab olish kerak. 4-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyam kamayib qoldi deydi. Sababi aliment, kredit, ijro hujjati, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. 2 iyuldan keyingi tekshiruvlarda bunday masalalar ham ko'rinishi mumkin. Agar siz pensiyangizdan nimadir ushlab qolinganini ko'rsangiz, darhol pulimni olib qo'yishdi deb xulosa qilmang. Avval yozma tushuntirish oling. Qancha summa, qaysi asosda, qachongacha ushlab qolinadi. 5-nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Yangilik chiqqan paytda firibgarlar juda faol bo'ladi. Ular telefon qilib, 2 iyuldan sizga qo'shimcha pensiya chiqdi. Karta raqamingizni ayting. SMS kodini yuboring deyish mumkin. Hech qachon SMS kodni, karta pin kodini, bank ilovasi parolini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir pul tushirish uchun kod kerak desa, bu deyarli aniq firibgarlik. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, nogironlik hujjati, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar. Bularni bir joyga yig'ing. Ayniqsa pensionerning farzandlari ota-onasiga yordam bersin. Hujjatlar yo'qolgan, eskirgan yoki yirtilgan bo'lsa, nusxa olish va tiklash masalasini kechiktirmang. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang. Agar karta muddati tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, oldindan bankka borib yangilang. Pensiya tushadigan hisob raqam faolmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma yo'qolgan, bularni aniqlang. Agar pensioner naqd pul olsa, yetkazib berish manzili to'g'ri ko'rsatilganmi? Uyda bo'lmagan paytda pul qaytib ketmayaptimi? Shuni ham tekshirish kerak. 3-qadam. Pensiya miqdorini solishtiring. Oxirgi 3-6 oyda qancha pensiya tushganini yozib chiqing. Agar oldin 1.2 million so'm tushib, keyin 1.2 million so'm tushgan bo'lsa, farq nima uchun paydo bo'lganini so'rang. Agar aksincha oshgan bo'lsa, nima asosda oshganini bilib oling. Chunki ba'zan ortiqcha to'lov ham bo'lishi mumkin. Keyin qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun tushgan pulning sababi ham muhim. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaat qilayotganda pensiyamni tekshirib bering deb umumiy gapirmang. Aniq yozing, mening pensiya ish hujjatlarimni, ish stajim hisobga olinmaganini, qo'shimcha to'lovlarga huquqim bor yo'qligini, bank rekvizitlarim to'g'riligini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar arxivdagi yillarni qo'shish kerak bo'lsa, qaysi korxonada, qaysi yillarda ishlaganingizni aniq yozing. 5-qadam, yozma javob talab qiling. Og'zaki javob ba'zan yetarli bo'lmaydi. Sizga hammasi joyida deyishlari mumkin, lekin keyin muammo davom etadi. Shuning uchun murojaatni yozma yoki elektron shaklda qoldirish foydali. Javobda sizga nima uchun pensiya shunday hisoblangani, qanday hujjat yetishmayotgani, nima qilish kerakligi ko'rsatilishi kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rashga haqqingiz bor. 6-qadam, agar pensioner yura olmasa, oldindan vakillik masalasini hal qiling. Notarial ishonchnoma. Vasiylik hujjati yoki qonuniy vakil hujjati kerak bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa yoshi katta, kasal, yotib qolgan yoki eshitish ko'rishda muammosi bor pensionerlar uchun muhim. Farzandlar bu masalani oxirgi kunga qoldirmasin. 7-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Bugun ko'p xabarlar SMS orqali, bank ilovasi orqali yoki telefon orqali yetkaziladi. Agar pensiya bazasida eski raqam turgan bo'lsa, muhim ogohlantirish boshqa odamga ketishi yoki umuman yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun telefon raqami, yashash manzili va bank ma'lumotlari har doim yangilangan bo'lishi kerak. Keling, 3 oddiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat.
65 yoshli Dilbar opasi pensiyaga chiqqaniga 5 yil bo'lgan. U 20 yil ishlagan deb o'ylaydi, lekin pensiya hujjatlarida 23 yil hisoblangan. Sababi 1994-1999 yillarda ishlagan kichik korxona haqidagi yozuvda muhr noaniq bo'lgan. Dilbar opa arxivga murojaat qiladi. Ishga kirish va bo'shash buyrug'i topiladi. Shu hujjat pensiya ishiga qo'shilsa, uning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda syurpriz shuki, odam o'ziga tegishli pulni ilgari bilmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi vaziyat, 70 yoshli Mahmud aka pensiyani bank kartasiga oladi. Iyul oyida pul tushmaydi. U pensiya to'xtadi deb xavotirga tushadi. Tekshirsa, kartaning amal qilish muddati tugagan ekan. Bank yangi karta ochadi, pensiya bo'limida rekvizit yangilanadi va to'lov keyingi kunlarda tushadi. Bu holatda muammo davlatdan emas, texnik rekvizitdan chiqqan. Shuning uchun men har doim aytaman, kartani oldindan tekshiring. Uchinchi vaziyat, 62 yoshli Nargiza opa pensiyaga chiqqandan keyin ham 3 yil rasmiy ishlagan. U ishlaganim pensiyamga qo'shiladimi deb so'raydi. Bu holatda ish beruvchining rasmiy ma'lumotlari, badallar, mehnat shartnomasi va shaxsiy hisobdagi yozuvlar tekshiriladi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, tegishli tartibda qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin agar u norasmiy ishlagan bo'lsa, afsuski buni pensiyaga qo'shish qiyin bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, 10 iyuldan pensionerlar uchun eng muhim yangilik shuki, pensiya masalasiga befarq qarash mumkin emas. Kimdadir qo'shimcha pul chiqishi mumkin, kimdadir hujjat to'g'rilanishi kerak, kimdadir bank kartasi sabab to'lov kechikishi mumkin. Kimdadir qayta hisob-kitob uchun asos bor. Lekin hamma uchun bitta qoida bor. Hujjatlaringizni tekshiring, ma'lumotlaringizni yangilang, shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang va har bir savolga yozma javob olishga harakat qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensiya olsa, bugunoq ularning hujjatlarini ko'rib chiqing, izohlarni yozing. Sizda pensiya vaqtida tushyaptimi? Qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Bank kartasi yoki hujjat bilan qiyinchilikka duch kelganmisiz? Men sizlarning fikrlaringizni o'qiyman va keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni boshqa pensionerlarga ham yetkazing. Chunki bitta to'g'ri maslahat kimningdir pensiyasi vaqtida tushishiga, kimningdir qo'shimcha to'lovini olishiga, yana kimningdir firibgarlardan saqlanishiga yordam berishi mumkin.